هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Taha tefsiri 128. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn-i Kesir Rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Taha suresi 128. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ulardan ilgiri ötken peygamberlerini inkar kılgan nurgun ümmetlerini halak kılganlıkımızını ula uqmamdı. Ula şu ümmetlerinin makanlarında menip yürüdü. Akıl egilleri üçün onunda hakikaten nurgun ibretler var. Eğer Rabbinin azabını ulardan keçiktirişke qilib etken hükmü ve aldın ala belgilep koygan vakti bulmasa idi, o çağda ulanın halak buluşu çokum idi. Ulanın sözlerine sabır kılgın. Memnun buluşun üçün gün çıkıştın ilgiri gün petiştin burun, keçi vakitlarda ve gündüzünün deslepki ve ahırkı vakitlarda Rabbinge tesbih etken, yani namaz okugan ve hamde etken. Allah Teala'nın burunqi ümmetlerini halak kılıp yok etişide vaz nasihat qabul qildigan kişiler üçün bir ibretning bor ekanlik. Allah Teala Peygamber aleyhisselam elib kelgan haqiqatni inkar qilganlar to'g'risida mundaq dedi. Ulardan ilgiri ötken peygamberlerini inkar kılgan nurgun ümmetlerini halak kılganlıkımızını ula uqmamdı. Ula şu ümmetlerinin makanlarında menip yürüdü. Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen elip gelgen hakikatini inkar kılgan bu kafirler bizning ulardan ilgiri peygamberlerini inkar kılgan nurgun ümmetlerini halak kılganlıkımızını uqmamdı. Şunun bilen bu kafirler ulardan qilib qalgan joylarda yaşap turup ko'rayotganlaridek u ümmetlerden hiç qandaq iz qolmadi. Aql egilleri üçün onunda hakikaten nurgun ibretler bor. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Ular ziminda sayr qilmadimi? Şunun bilen ula yani sayr qilib tushunadigan dillarga yoki anglaydigan quloqlarga ega bo'lmadimi? Haqiqatan ko'zlarla ko'r bo'lmaydi, lekin ko'kraklardagi qalblar ko'r bo'ladi. Yani haqiqiy ko'rlik ko'zning ko'rligi emas, dilning ko'rligidir. Ko'r odam ibret almaydi ve tushunmaydi. Ulardan ilgiri ötken qanchılığan ümmetlerini halak kılganlıkımızını ula bilmemdi. Ula yani Mekkelikler, ula yani halak bulganlarının yurtidan ötüp durdu. Andın Allah Teala mundaq dedi. Eğer Rabbinin azabni ulardan kechiktirishga qilib etgan hukmi ve oldin ala belgilab qo'ygan vaqti bo'lmasa edi, u chaqda ularning halak bo'lishi cho'qim edi. Yani Allah Teala'nın bir kishini uningga pok turg'izib bo'lgandan keyin azoblayman degan hukmi ve inkar qiluvchilarga belgilab bergan bir muddati bo'lmasa edi, elbette azap ulağı tuyuksuz keletti. Sabr qilishqa ve 5 vaqt namazını oqishqa buyurganlığı.
Kafirlar payg'ambar alayhissalom elib kelgan haqiqatni inkor qilib, uningga har xil so'z qilganligi uchun Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga tasalli berib mundaq dedi: ularning so'zlariga sabr qilgin. Memnun bo'lishing uchun kun chiqishdan ilgari, kun petishdan burun, kecha vaqtlarda va kunduzning dastlabki va oxirgi vaqtlarda Rabbinga tasbih etgin, ya'ni namoz o'qigin. Ya'ni fajr namozi bilan asr namozini o'qigin. İmam Buxoriy va Muslim Jarir ibn Abdullohning bu haqda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz bir kechasi payg'ambar alayhissalomning qishida o'ltirdik. Payg'ambar alayhissalom 10 kunlik to'lin oyga qarab mundaq dedi: sizlar yaqinda, ya'ni qiyomat kunida Rabbinglarni mushu oyni ko'rgandek shaksiz ko'rsizlar. Uni ko'rishda hech qanday to'salg'iga uchirmaysizlar. Cheklanib qolmaysizlar. Agar sizlar kun o'ltirishdan burun namoz, ya'ni fajr bilan asr namozini o'qishga qodir bo'la olsanglar, o'qinglar deb bu oyatni o'qidi. İmam Ahmad Ammar ibn Ruvaybaning mundaq deganligini rivoyat qiladi: men payg'ambar alayhissalomning kun chiqishdan va kirib ketishdan burun namoz, ya'ni fajr bilan asr namozini o'qigan kishi hargiz do'zaxga kirmaydi deganligini angladim. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qildi. Kech vaqtlarda va kunduzning dastlabki va oxirgi vaqtlarda Rabbinga tasbih etgin, ya'ni namoz o'qigin. Ya'ni sen kechida tahajjud namozini o'qigan. Ba'zi olimlar bu oyatdan mag'rib namozi bilan Aysha namozi ko'z tutilgandir dedi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni mamnun qiladiganligi to'g'risida mundaq dedi: shu kecha taqdir qilingan ishlarning hammasi bizning dargohimizdan bo'lgan ishdir. Biz haqiqatan insonlarga payg'ambarlarni avatguchi bo'ldik. Hadisda mundaq deb keldi: Alloh taolo jannatga kirganlarni ey jannatdagilar deb chaqirdi. Ular buyrug'ingga biz tayyor deb javob berdi. Alloh taolo ulardan: sizlarga bergan bu ne'matlardan xursand bo'ldinglarmi deb so'raydi. Ular: ey Rabbimiz, bizga hech kishiga bermagan ne'matlarni bergan tursang, biz nima deb xursand bo'lmoqdakmiz deb javob berdi. Ondan Alloh taolo ularga: men sizlarga buningdanmi yaxshiroq bir narsani beraman deydi. Ular Alloh taolodan: buningdan yaxshiroq qanday narsa u deb so'raydi. Alloh taolo ularga: u bo'lsa-mu mening roziliqimdir. Roziliqimni sizlarga beraman. Sizlardan g'azabim ko'tarilib ketadi. Men sizlarga buningdan keyin hargiz g'azab qilmayman deydi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Yana bir hadisda mundaq deb keldi: Alloh taolo jannatdagilarga: ey jannatga kirganlar, men sizlarga qilgan va'damni hozir o'rinlamoqchi deydi. Ondan ular: Alloh taolo yuzlarimizni oq qildi, jannatga kirganlardan qildi, tarozi mezonlarimizni eg'ir qildi, do'zaxdan saqlab qilib jannatga kirgizdi. Uningdan boshqa endi qaysi va'dadir deyishdi. Shu vaqtida parda ko'tarildi. Ular Alloh taolaning jamolini ko'rdi. Alloh taolaning nomi bilan qasamki, Alloh taolo ularga o'zini ko'rib olishdan yaxshiroq bir narsani bermadi.
Allah Taala ularga özünü körübilishdan yaxshiroq bir ne'matni bermidi. U yuqoridagi ne'matlarga qo'shib berilgan ne'matdir. Subhanalloh, la ilaha illalloh, Muhammadur Rasululloh. Biz kuffarlardan türlük camiani bahriman qilgan dunyoning ne'matlari va zib-u zinnatlariga ko'z salmagan. Bunun bilan ularni sinaymiz. Rabbingning rizqi, ya'ni savobi bu fani ne'matdan yaxshidir va eng baqidir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, oilangdagilarni va ummatingni namozga buyurgin. O'zingmi uni ado qilishga chidamliq bo'lgin. Senden biz rizq talab qilmaymiz. Sana biz rizq berimiz. Yaxshi oqibat faqat taqvodorlarga xosdir. Muhammad alayhissalomning boyla bahriman bo'layotgan ne'matlarga ko'z solmaslikqa va ibodat qilish jarayonida duch kelgan jafo mushaqqatlarga sabr qilishga buyurilganlik. Allah Taala Peygamber Aleyhisselam'ni baylağa, ulanı sınaş için verilgen nimetlerge köz kırını salmaslıkka buyurup mındaq dedi. Biz küffarladın türlük camiani bahriman kılgan dünyanın nimetleri ve zib-u zinnetlerge köz salmağın. Bunun bilen ulanı sınayımız. Çünkü Allah Taala sana bulağı bergen nəsidin köp yaxşı nəsini berdi. Allah Taala bu vaxtı mındaq dedi. Namazda tekrarlanıp durduğun 7 ayetni, yani Fatiha suresini ve ulu Kur'an'ni hakikaten sana ata kıldık. Bazı kafirlarının biz bahriman kılgan nersilerge köz salmağın. Ulanın iman etmağanlıqıdan kaygırmağın. Müminlerge kemter boğun. Şuningdek Allah Taala'nın ahirette peygamberiga tayyorlab qo'ygan narsasining chek chegirisi yo'qdir. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi. Rabbing sana ahirette savab, hürmet ve şefaat qatorliqlarni ato qiladi. Sen memnun bo'lsan. Shuning uchun Allah Taala mundaq dedi. Rabbingning rizqi, ya'ni savobi bu fani ne'matdan yaxshidir ve eng baqidir. İmam Buxoriy mundaq deb rivoyat qiladi. Ömer ibn Xattab radiyallahu anhu Peygamber aleyhisselamның hasal yeganligi sababi bilan chiqqan jidalga aloqador ish uchun ayollarning qishig'a bir oy bormaslikqa qasam ichib, ayollardan ayrilib turgan ishi to'g'riliq Peygamber aleyhisselamның uyiga kirganda, Peygamber aleyhisselamның ichiga xormi daraxining yumshoq qo'zoqlari tiqilgan bir yostiqni beshiga qo'yib, bir parcha bo'rining ustida yotganligini ko'rdi. Bo'ra Peygamber aleyhisselamның muborak badanlariga petib ketgan edi. Uyning ichida teri ashlashda doğru o'rinda ishlatiladigan bir uchum kelgudek bir xil o'simlik ve tamgı isig'liq bir parça terili bor edi. Bularni ko'rib Ömer radiyallahu anhuning ko'zlaridan taramlab yosh to'kildi. Peygamber aleyhisselam Ömer radiyallahu anhuga, "Ey Ömer, nimaga yig'laysan?" dedi. Ömer radiyallahu anhu, "Ey Allohning payg'ambari, Kisra bilan Qaysar bayashat turmuşda yaşavatıdı. Sen Allah'ın mahlukatlarının içindeki en hürmetli kişi turuqluq, muşundaq turmuşda yaşamsan," dedi. Peygamber aleyhisselam, "Ey Ömer, sen şeklini vatamsan, ula bolsa bayashatçılıkları fakat muşu dünyada berildiğin kişilerdir," dedi. Peygamber aleyhisselam dünyaya irşeydisiler, irşeleydiğen turup dünyadaki kişiler içinde dünyanın en söymeydiğen kişiydi. Eğer Peygamber aleyhisselamның koluğa mal mülk gelse, başkaları ken kolluk bilen bölüp verip özünün etisi için hiç nem ilip kalmaydı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah.
İbn Ebu Hatem Ebu Said'den Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Sizlarning izib ketishinglardan meni eng qo'rqitadigan narsa Alloh taolaning sizlarga ichib beradigan zibu zinnatlaridir. Sahabeler, ey Allah'ın peygamberi, o zibu zinnatları nimo deganda Peygamber aleyhisselam ziminning berakatlaridir deb javob berdi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ailangdagilarni va ummatingni namozga buyurgin. O'zingmi uni ado qilishga chidamliq bo'lgin. Ya'ni sen ularni namoz o'qitish orqali Alloh taolaning azobidan qutuldirib qolgin. Alloh taolo erlarni o'zining xotin bola chaqalarini qutuldirib qilishga buyurib mundaq dedi. Ey mu'minlar, o'zinglarni va bola chaqanglarni inson va toshlar yiqilg'i bo'ladigan, rahim qilmaydigan qattiq qo'l farishtalar muakkal bo'lgan do'zaxdan saqlanglar. İbn Ebu Hatem Zayd ibn Aslamning dadisining mundaq deganligini rivoyat qildi. Men ba'zi kechalari Umarning qishida qo'nib qolatdim. U ba'zi kechasi qopib namoz o'qiydi. Ba'zi kechasi qopmaydi. Qopmagan kechalari biz uni burunqi odatiga o'xshash qopmabdi deydik. U uyqusidan uyg'ongan vaqtida bola chaqalarini uyg'otib bu oyatni o'qiydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ailangdagilarni va ummatingni namozga buyurgin. O'zingmi uni ado qilishga chidamliq bo'lgin. Senden biz rizq talab qilmaymiz, sana biz rizq beramiz. Ya'ni sen namoz o'qisang, o'ylamagan yerdan sana rizq beramiz. Subhanallah, subhanallah. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Ularning iddati to'shqan chaqda ular bilan chiroyliqcha yenishinglar yoki ular bilan chiroyliqcha o'zlashib ketinglar. Üzlüşüp ketinglar. Yenishgan, ajrashgan chig'inglarda aranglardan ikki odil guvohchini guvoh qilinglar. Allah uchun to'g'ri guvoh bo'linglar. Buning bilan, ya'ni bu hukm bilan Allohga va oxirat kuniga iymon etgan kishiga va'zi nasihat qilindi. Kimiki Allohdan qo'rqadigan, Allah onunğa chiqish yo'li berdi. Allah onunğa o'ylamagan yerdan rizq berdi. Jinlarni, insonlarni faqat men ibodat qilish uchun yaratdim. Ulardan men rizq tilamayman va ularning meni oziqlantirishini tilamayman. Allah hakikaten hammaga rizq berguchidir, qudratlidir. Allohning quvvati ortiqdir. Shuning uchun Alloh taolo mundaq dedi. Senden biz rizq talab qilmaymiz. Sana biz rizq beramiz. Tirmizi bilan Ibn Majah Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning hadis qudusida mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo mundaq deydi. Ey odam bolasi, sen menga ibodat qilish bilan bo'lg'in. Men seni qanoatchan qilaman. Ehtiyojingni men qondiraman. Agar unda qilmasang, dilingni arzu istaklarga erishish ko'yiga solaman. Ehtiyojingni bo'lsa qondirmayman. La havla va la quvvata illa billah. İbn Majah Zayd ibn Sabit'ten Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Agar bir kishining maqsadi dunyoga erishish bo'lib qolsa, Alloh taolo uning ishini ritimsiz qilib, faqirlikni uning ko'z oldida ko'rinib turadigan qilib qo'ydi. Shuning bilan u har qancha tirishsimi, uningga dunyodan aslida putilib ketganidan boshqasi berilmaydi. Bir kishining maqsadi oxirat bo'lsa, Alloh taolo uning ishini ritimlik qiladi. Dilini qanoatchanlik bilan to'ldirdi. Dunyo uningga, uning xolig'iga qaramay to'kilib ketadi. Dunyo uningga
uning xolimig'iniga qaramay to'kilib ketadi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Yaxshi oqibat faqat taqvodorlarga xosdir. Ya'ni dünya ahiretning yaxshi oqibati bo'lgan jannat taqvodorlarga xosdir. Hadisda payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligi bayon qilindi. Men kechida mundaq bir tush ko'ribdiman. Tushimda biz Rafi'ning o'g'li Uqbaning oilasida ekanmiz. Bizga Ibn Tabning hol xormonlaridan keltirilibdi. Men bizga bu tushda ishorat qilingandek oxiratning yaxshi oqibati berildi ekan. Bizning dinimizning hukmlari to'liq o'rinlanibdi deb ta'bir berdim. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Ular, ya'ni mushriklar Muhammad alayhissalom Rabbi tarafidan bizga birer mo'jiza keltirishchi deydi. Ularga burunqi ummatlarning xabarlarini o'z ichiga olgan Qur'on kelmadimi? Agar biz ularni uningdan, ya'ni Muhammad alayhissalomni avatishdan ilgari halok qilgan bo'lsak, ular cho'qim nemishqi bizga birer payg'ambar avatmadan biz xor va rasvo bo'lishdan ilgari sening oyatlaringga ergish etdik deydi. Aytqinki, hamma sizlarning va bizning ishlarimizning oqibatini kutmoqda. Sizlarni kutinglar. Kimlarning kimlarning to'g'ri yo'l egillari ekanligini va kimlarning hidoyat topganligini uzoq qolmay bilsizlar. Qur'on payg'ambar alayhisalomning payg'ambarligiga ro'shan dalil bo'lsa-mu, mushriklarning yana uning rostchil payg'ambarligiga ko'z tutib beradigan alomatlarni talab qilganlik. Allah Taala kafirlarning payg'ambar alayhisalomdan uning Allah Taala tarafidan avatilgan haqiqiy payg'ambar ekanligini isbotlaydigan fakt keltirishini talab qilganligidan xabar berib mundaq deydi. Ular, ya'ni mushriklar Muhammad Rabbi tarafidan bizga birer mo'jiz keltirishchi deydi. Allah Taala ularga mundaq dedi. Ularga burunqi ummatlarning xabarlarini o'z ichiga olgan Qur'on kelmadimi? Qur'on burunqi kitoblarda bayon qilingan xabarlarning hammasini o'z ichiga olib keldi. Qur'on burunqi ummatlarning kitoblari uchun bir kuzatchi bo'lib, u kitoblarning to'g'ri yerlarini e'tirof qiladi. Qasdan o'zgartib etilgan yerlarini ko'z tutib berdi. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi. Ular nemishqi uningga Rabbidan mo'jizalar nozil qilinmaydi dedi. Aytqinki, mo'jizalar haqiqatan Allohning dargohidadir, mening qo'limda emasdir. Men faqat bir oshkori ogohlantiruvchiman. Bizning sana ularga tilovat qilinib turadigan kitobni nozil qilganligimiz ularga mo'jiza bo'lishga kifoya qilmadimi? Bu kitobda iymon etgan qavm uchun shak shubhasiz rahmat va vaz nasihat bor. Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Har qanday bir payg'ambarga kishilar uningga iymon etadigan mo'jizalardan berildi. Manga berilgan mo'jiza Allah Taala manga vahiy qilgan Qur'on bo'ldi. Qiyomat kuni men manga ergashgan kishining eng ko'p bo'lishini orzu qilaman. Payg'ambar alayhisalom bu hadisda o'ziga berilgan mo'jizalarning ichidagi eng kattasi bo'lgan Qur'on Karimni bayon qildi. Agar bayon qilay desa, payg'ambar alayhisalomga Qur'ondan boshqa son-sanoqsiz mo'jizalar berilgan edi. Agar biz ularni uningdan, ya'ni Muhammad alayhisalomni avatishdan ilgari halok qilgan bo'lsak, ular cho'qim nemishqi bizga birer payg'ambar avatmadan
biz xar va rasvo bo'lishdan ilgari sening oyatlaringga ergishatdik deydi. Allah Teala bu yalğançılarga özünün peygamberi ve ayetleri kesimu ularning yanıla ergeşmeydiganligini bayon qilib mundaq dedi. Ularga bütün mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdimi qattiq azobni ko'rmagicha iymon etmaydi. Halok bo'lgan shaharlar aholilari ichida Yunus qavmidan boshqasiga azobning alomatini ko'rib aytgan iymonining foydasi bo'lgani yo'q. Yunus qavmi iymon etganda dünya hayotida rasvo qiladigan azobni ularning ustidan ko'tarib o'tdik. Ularni ma'lum vaqtgacha, ya'ni ajli yetganga qadar dunyodagi shay'lardan bahramand qildik. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Bu biz nozil qilgan Qur'on mübarek kitaptır. Allah'ın rahmetini ümit qilg'uchilardan bo'lish uchun uningga ergishinglar. Uningga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Mening Qur'on nozil qilishim sizlarning faqat bizdan ilgariki ikki taifiga, ya'ni Yahudilar va Nasaralarga kitap nozil qilingan, ularning o'qigan kitoblaridan bizning zodili xabarimiz yo'q demasliginglar uchundir. Yoki sizlarning agar bizga kitob nozil qilingan bo'lsa, biz albatta ulardan ortiq hidoyat topgan bo'lardik demasliginglar uchundir. Sizlarga Rabbinglar tarafidan haqiqatan pokit hidoyat va rahmat nozil bo'ldi. Allah'ın ayetlerini inkar qilgan ve ulardan yüz o'rgan kishidinmi zalim odam bormi? Bizning oyatlarimizdan yüz o'rganlarni ularning yüz o'rganliklari uchun qattiq azob bilan jazolaymiz. Ular o'zlariga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelsa, her qandaq ummatga qaraganda eng hidoyat topquchi bo'ladiganliklari bilan qattiq qasam ichishdi. Ularga ogohlantiruvchi kelgan chaqda hidoyatdan texmi yiroq bo'lishdi. Agar ularga birer mo'jiz kelsa, uningga cho'qim ishonadiganliklarini bildirib, Allohning nomi bilan qattiq qasam ichishdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mo'jizalar mening emas, Allah'ın dergahideki eşittiğin. Ey müminler, sizler nimini bilisiler? Mucizeler kelse ula ihtimal onunla işenmezlikleri mümkün. Ulanın dillerini, közlerini, hakkını düşünüş ve körüştün buruvitimiz. Ula deslepte mucizelerge işenmegini dek yeni işenmeydi. Ulanı gumraklıklarda tınırqap yürüşki koyutimiz. Andın Allah Teala Peygamber aleyhisselamni onunla karşılık kıygan, onunla işenmegen ve küfürlükada davamlaştırıvergen kafirlağa mundaq deyişki buyurdu. Eytqin ki, hemme sizlerinin ve bizning işlerimizning akıbetini kütmekte. Sizlerimi kütünla. Kimlerinin doğru yol egilleri ekenligini ve kimlerinin hidayet tapqanlığını uzak kalmayı bilisiler. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Kimning yolunun en hata ekenligini ula ahirette azabını kögen çağdı bilidi. Ula ete, yani ahirette kimning yalğancı mutakabbir ekenligini bilidi. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Şunun bilen Taha suresinin tefsiri tügidi. Keler kıtımda Sure Enbiya tefsirinden 1. ayetten başlap anlaysızlar inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.